Assalomu alaykum. Yaxshi oldingizmi? Bezdiradilar. Xudo xolasa o'tdim. Moliga ham ichma. Xudo xolasa yaxshi. Yaxshimi? Xudo xolasa. Vohalarga yetib boryapti, chekka hududlarga. Har bitta hududga Xudo xolasa yetkazib beryapti. Necha kun yetib boradi shu vohada? Vohada aka 3 kundan 5 kungacha Xudo xolasa. Zakaz bersa 3 kundan 5 kun. Besh Borganlar kungacha. pul berilyaptimi? Borgandan keyin pul olmaydi. Oldindan to'lovimiz yo'q. Zakaz berishadi, telefon raqamni yozib olamiz. Hechga boradi, qo'llariga olishadi, keyin pul berishadi. O'zlari kelsa nalichiga постоянно bor, ha? Doimiyga bor aka. Ha, lakat Kelib olib ketishsa, Ha. korxonamizga kelib sotuv joyimizga olib ketsa, tayyor bor. постоянно bo'ladi, ha? Doim bor. Hani boshqa nimalar o'sha shundan keyin bu zakaz. Yo'q, mana tayyor aka nalichida. Nari korxonamizda aka o'ralig'i ham turibdi aka. Tayyor zapasimiz bor, sotuvimizga. Hamma yo'g'imiz tayyor. Faqat o'sha 3 kundan 5 kungacha deyotganimiz ham aka shu jo'natishimiz, shopirimizni adam baqa borib yuk tashlab qaytib kelishi muddati xolos. Ha, bor. Lekin o'zi tayyorimiz bor aka. tayyor. Hamma pechkamiz sotuvga tayyor. Dastlabki uygacha ham markaz hudud yo'l nimaga? Trassa bo'ylab markazlar, shahar markazlarigacha, uygacha yetkazib bera olamiz. Chunki biz asosiy shofirlarimiz Isuzu'da 10 tonnalik